Menga qara, yangi ishchisanmisan? Ha, manman aka. Bu yerdacha men kontrol qilaman-da, o'zini qonuni bor. Har bitta mashina 100 mingdan yuviladi, bir oy davomida 20 mingdan pul olasan. Sinovdan o'tsang, keyin 50 ga ishlaysan, shundaymi? Bo'ldi aka, amallarman. Ha, Sardor, nima bo'pti? Mana yangi bolalar keldi, o'rtoq 3-4 ishga qo'yib qo'ydim, zo'r bo'pti ish. Bolalarning pulini o'z vaqtida bergan. Keyin men yoqqa bitta hozir oshpaz qiz gaplashib qo'yganman. 2 mahal ovqat qilib beradi. Kun sovib yotibdi, bilasan, suvda ishlash juda ham qiyin. Shundaymi, o'rtoq? Bo'ldi. Shu yerdami? O'rtoq, xo'p. Menga qara, soat nechida tashlab ketganman? Chumoqmisan? Tez qilib bermaysan mashinamni? Pulni yozsan-ku. Bo'laqa tezroq. Aka, assalomu alaykum. Salom. Nima bo'pti? Ko'rmaysizmi? Yarim soat 40 minut dedi, 1 soatdan oshib ketdi, aka. Havoga ahamiyat beryapsizmi? Kun sovug'ligini qarang. Yarim soatda qatdan yuboradi sizga? Abit vaqti bo'lib qoldi. Lojitsa abitga pul berib turing. Nechta mashina yuvding bugun? 5 ta mashina yuvdim. Mayda pulim ham yo'q deb oldimda. Men 10 mingni olganda amallab tez kelib mashinalarni yuvgan. Xo'p, klientni kutib qolmasin. Aka. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bugun 8 ta mashina yuvdim. 160 ming olib qoldi, men 600 ming so'm beraman. Tushunmadim. Nimaga 160 ming olib qoldingiz hozir? Sardor aka bilan gaplashganimda 1 oylik sinovdasan degandilar. O'shanga har bitta mashinaga 20 mingdan beraman dedilar. Ha, shunaqa degan. O'rtoq sal turib qo'ydim. Mamutda 2 million pul. Ana kelgan 4 ta bola 10 to'ntadan mashina yuvgan. Hisob-kitob cho'tki qilib qo'yganman. Ko'rishamiz. Sen men pul olib qo'yganda ishingni qur, keyin o'zim gaplashaman. Boraqa. Ha, Sardor, tinchlikmi, nima bo'ldi? O'rtoq, sinov ketdi. Kecha mashinamni urib oldim. Bugun ozgincha bolam mazasi bo'lmayapti. Shunga ozgincha qarz qilib tur. Harom yeganing yuqmabdi-da, ha. Sen meni aldashing mumkin yoki mo'ykachini haqqidan urib qolishing mumkin. Lekin ishon, bir kun kelib baribir qusasan. Esingdan chiqarmagin shu narsani. Ushla. Sen uchun berayotganim yo'q, bolang uchun beryapman.